13-14 ta hosil shoh bo'lgandan keyin chiqqanka olinsa, unda boshqa narsa. 13-14 degani yo'q. Jabroqma. Yo'q, mana bu hosil shoh degani mana bu. Hosil yig'imlab ishlaydigan. Buxoroni chikan qilasi 7 shoxdan kelib chikan qilsangiz bo'ladi. Qarang. Bitta, misol uchun mana bitta tutdi o'zida hosil shoxini sanaymiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana 5-inchisi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mana 13, mana 14-inchisi. Mana olib tashladik tepani. Mana 14 ta. Mana shu 13-14 tada olib tashlasangiz, bu mana bu nima keladi? Bunga faqat haliga sajam qo'shib sepmaganingiz uchun bo'g'in oralig'i uzoq bo'lib ketgan. Shuning uchun paxta Xitoy paxtanalarida ko'pincha bo'g'in qisqartiruvchi moddalarni 7-6 marta ishlatishni maqsadi shu. Bular bo'yga nima uchun tez o'sadi deganimiz, bo'ynagiz yon ildiz tez ketadi. Mana shu kultivasiya qilmagan bitta kultivasiya bilan qolgani uchun ham mana ildizni kesmaganiz uchun ham ketgan. Bu bir agret kultivator bo'lganda, endi jumib qo'sh mana Xitoy. Ta'mirini ko'rish, eng kichkindan ko'r. Biz 4 ret siymiz zaten. Bu boshqa. Primoy ketdi. Bir agret siyin kultivator. Berdi ko'pi bo'ston, bu yer bo'stonda. Mana shuni chekkan bo'lsangiz ham 5 santimetrlar chuqur ekansiz. Biz bir sev bari bir